Ma boyaqtikisi Askar Erkin degan bola. Bu hozir biz bilan birga ishlaydi. Kuysiyer umigida. Men bilan birga o'qidi Shanxayda savoddosh. Bizniki tunji bosqishimiz bas gitarchi. Ha vallahi biladi buni. Endi hozir chamaydi bular. Hammalarniki bular kimlar? Ma Shanganga chiqqan vaqti. Bular mening do'stlarim. Mening Ajab do'stlarim. inoq chiqibdi. Hozirda bir Boyaqi rasmlarga tushgan vaqtlar shu rivoyat ansambli toza ko'tarilayotgan, To'g'ri. Davr surati. qizyotgan, davr surayotgan vaqtlar. To'g'ri. Ijodiyatimiz shu vaqtdan boshlandimi? İcadiyetim 85-yildan boshlab boramiz. 85. Undan so'ng muzika teatri qanchinchi yil qurilgan? 89-yilning oxiri. Esimda qilishcha. Resmi qurilgan vaqtimiz 89-yili 4-oyning 5-i. 89-yilda 5 yil. Keyin anandan keyin biz Urumchiga inib keldik. 93-yili. Mahmud Kamning ijodiyatlari boyaqilari hammasi ijodiyat emasmi? Mahmud Kamning ijodiyatlari odamni bir xillik aql, tafakkur dengizlariga g'arq qilib yutadi. Hamma naqshi muhabbat emas. Har xil, har yoz naqshlar bor. Meningcha o'zingiz eng yaxshi ko'radigan, o'zingiz yaxshi deb bilgan bir ijodiyatingizni tomoshabinlarimizga so'q qilgingiz kelyapti. Albatta. Endi bir mayli ijodiyatchi bo'lsin, mayli naqshchi bo'lsin, mayli san'atkor bo'lsin va kaza. Yazgan eserimizden hemmesi yaxshi ketishi natayin. Şu köplerimiz bilimiz. Şu birikmi 17 ming ağını yazgan. Lekin bunun içinde hem de xalqarada onun en söylüp hazır çep kelyapkan ağınlardan 30'u var. Bunu bilimiz emmeyler. Endi bizga hozir bugun bo'libmi? Bizga sanspir lazım emas. Mayli. Yilda bir naqsh chiqsin, bir muzik chiqsin, ya 4 chiqsin, ya 5 chiqsa, chiqsa yaxshi. Ravur chiqsin. Suhbat kerak. Suhbat muhim. Mana shu 20 necha yillik ijodiyat hayotingizda o'zingiz eng yaxshi ko'rgan ijodiyatingiz qaysi? Mahmud aka. Endi buni tarix belgilaydi. Ben bir yer falan akşamını yaxshi ko'raman, onu yaxshi ko'raman desem ben diyemeyim. Bunu hem de kelgüsü evlatlarımız belgileydi. Hazır ben bizim diyemeyim. Lekin şunda olsun mu? Şu kino nakşılları yazgan bir nakşam var. Şunu ben anlayla yaxshi ko'rdi deb bilemem. Özüm mi yaxshi ko'raman? Şunu bir anlayla. Şunu anlayla tamashbinlar bulamdı. Bu tuş emas, namlıq kinodan tenha ki degan nakşını orlab bersem tamam. Anlayla kiri. Köyde cismim kül bulup fakat yürek sersana kaldı. Köyde cismim kül bulup fakat yürek sersana kaldı. Külşünüm boldu hazan Kitayir atlağa emdi Külşünüm boldu hazan Kitayir atlağa emdi Çildo yalğız kik Kanga milendi gülgiye Çildo yalğız
Menzilim nedir benim İçran çölüde kaymıkım Menzilim nedir benim İçran çölüde kaymıkım Boz çüşkürgenlerim Ketsem idi bir uygunu Boz çüşkürgenlerim Ketsem idi bir uygunu Ketsem idi bir uygunu Mahmud Kam'ның mijazi haqiqatan ig'ir. Gap so'zimi. Pek ig'ir deymiz. Mahmud ka esingizdamki men 98-yilda san'at maktabiga yangi kirgan vaqtimda sizning ishxonangizda pianino mashq qildim. To'g'ri aytsim. O chaqda siz konida ikkinchi qavat eng ichidagi ishxonda qorong'u chiroq yo'q koridorda. Konsulxonaning oldidagi ishxonada. Men ashu do re mi shunda yangi o'rgangan. Voy. Bek içim pişti, mashq qilsam bir oyoq ovozingni toq da jinim chiqishda kimdi bu Jin keldi. Voy qo'rqdim mashunda derizda maraydondikina ichib kirdi mashq qilyaptimsa Tugidek gap. nota qarab mashq qil Tugidek gap. keyiniga o'rildi manda elektronlik realga Naushnik. Şu vaqt esimda men shu siz keyiningizda qilib nashni olgan vaqtingizda men bek aymin etdim. Chunki mijozi boshqa akalarimiz bo'lsa mashq qilib, men bunda qilsam unda oldi dedim. Faqat tuzga qilmadim. Nota qarab mashq qil keyin qaraydi. Xato chap qilaman deb chalama, chatig'i yo'q. Mahmudga, hey Mahmud, deb baqsam olmaydi. Shuning bilan men mashq qilib ketdim. Ham so'z shundaqmi? Lekin shu sizning yaqin o'tadigan do'stlaringiz, birodarlaringiz sizga qandaroq baho beradi? Kim so'zdami yo vatbatdami? Shanxay Musiqa institutiga borgandan keyin to'la gap qildigan bo'lib qoldim. Nemish qilsanglar, hammasi o'zimdan kichik bolalar. 20 yoshlik, 21 yoshlik, eng kichigi 18 yosh. Bizdaka. Ham ular o'quvchi bo'lgan, men o'quvchida. Va gap qilmayman, cho'ntim deb o'tiribsam ziyon tortaman. Uni buni paralashishimiz kerak, mo'ldishimiz kerak. Bo'lib kompozitor degan boshqalarning psixikasini yaxshi egallamasa, uning Elakka yazgan əsri yaxşı çıxmaydı. Turmuş işlənməydi. Meyləngi. Mijazınız səhv özgürübdü, şundaqmı? Ondaq bolsa, təksdaşlarınız qanda baha verir. Yəni nəzərimizdə ekrana ağdırıb baxaylı ki, ekran. Şunu oğandı mı? Baletini bilgenge o. İşimiz bir ekip basa, bir 2 saat için. Bari yığız gel. Yok da işimiz var mı? Eğil, onu eğil. Afan oylandı o ya. Ya bir tiks yağdı, oklağımız şunu hamda afan sarılan boşunu uyuşum mümkün. Hem o yapımı nemi aldırıp birisi yapımsa yapılmaydı bunda. Bu yapımı nemi oturma. Tamağımızın yayımız, tamak yapılan oturmaz. Şöyle sürüp başkalar kızık tuyuşunun Mahmudga olsangiz shu haqida o'qib kelib, shunda yangi narsalarni biz tomoshabinlar sunish irodasida bo'libsiz. Sizning bu yangi ijodiyatlaringizni tezroq biz tomoshabinlarga yetkazib bersangiz, biz bu vaqt sizning naqshlaringizni saqlab bektonlab ketdik. Biz ko'rgan kompozitor, naqshchimiz Mahmudga siz bilan o'sha davr klubininki ekranlarda ko'rishganimdan nihoyat xursandman. Sizlar Mahmudning naqshini yoqtirib olmaysizlar? Yo'q qizim. Vatan. Maylimi? Mana degandek naqshlarimizni nihoyat yoqtirib olmaymiz, anglab kelyapmiz. Yangi natija, yangi kayfiyat tilaymiz, turmushingizga baxt tilaymiz. Assalomu alaykum Mahmudga, yaxshimisiz? Davr klubi ekrani orqali siz bilan ko'rishganligimda juda xursandman. Sizning naqshlaringizni yoqtirib olmaydigan avlodchilarimizdan birisi bo'lib, rivoyat degan naqshlaringizni yaxshi ko'raman. Oxir baylig'ini buningki ijodiyat ishlaringizni qutlug' bo'lishini umid qilaman. Rahmat. 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 Yuqoridagi kasb
yurttaşlarning shundaqla sizni yoqtiradigan, sizni qo'llaydigan xalqimizning fikrlarini anglab o'tdik. Mana tomoshabinlarmi keldi, tomoshabinlar endi fursat sizlar keldi. Qani So'raydigan savolinglar bo'lsa. Yana sizlarga fursatni berdik. Assalomu alaykum Mahmudka, assalomu alaykum riyosatchilar. Mahmudka, siz nurg'unlagan ijodiyatlar bilan shug'ullanibsiz. Endi shu san'at sohasida ko'zi ko'ringan kompozitorimiz. Naqshlaringizni haqiqatdan yoqtirib anglaymiz. Shu sizningki shu naqsh ijodiy jihatdan bo'lsin, nurg'unlagan yaxshi fursatlarni endi ashta keltirib qo'yibsiz. Shu hayotingizda pushmon qildigan bir o'kinadigan bir ishlaringizmi bormi? Biz san'atkorlar xalq uchun tug'ilgan. Chunki bizning naqshlarimiz, bizning ahuzorlarimiz, bizning xushalligimiz sizlarning xushalliginglar, sizlarning azobi.